Naqoshlik san'atining naqsh elementlari asosan islomiy naqsh, grexcha naqsh, aksimetrik naqsh chizish usullari bor. Mana shulardan bizlar islomiy naqshni ko'proq ishlatamiz. Islomiy naqshlar, grexcha naqshlar ham ko'proq ishlatiladi. Islomiy naqshlar asosan uylarda, xonadonlarda, to'yxona, oshxonalarda, xonadon shiftlarida, devorlariga chizish mumkin. Grexcha naqshda ham xuddi shunday. Uy ro'zg'or buyumlariga ham ishlashimiz mumkin. Islomiy naqshlar ko'proq ishlaymiz. Unda bir chizilgan naqshlarning rangi bir-biriga uyg'unlashgan holda bo'lishi kerak. Masalan, sovuq rangga issiq rang aralashmasligi kerak, issiq rangda bo'yalgan naqshlarga sovuq rang aralashmasligi kerak. Shuning uchun bizlar ustozlarimiz bizlarga mana shu narsalarni bizlarga o'qtirib o'tgan, chizish, bo'yash jarayonlarini ham o'rgatgan. To'qroq rang bo'lsa, ochiqroq, bir-biriga uyg'unlashgan holda chiziladi naqshlar. Mana shu jarayonlarni bizlar ko'proq arxitekturada ham, uy ro'zg'or buyumlarida ham mana shu narsalarga bizlar toza amal qilamiz. Ustozlarimiz mana shu narsaga bizlarga o'rgatgan, shu narsadan bizlar chiqib ketmasligimiz kerak. Shu holatda naqsh chizishda asosan eng oldi naqsh elementlarini chizishimiz kerak. Naqsh elementlari juda turi ko'p, 20 dan ziyod turi bor. Bu shaharlarni chizishni o'rgatishimiz kerak. Mana oddiy barg naqsh chizish. Bargli oygul, xo'p, marg'ula shakli, boftali marg'ula, barg, xo'p, bargli oygul. Yarmini chizib olamiz. Yarmini kalka qog'oz orqali umumiylashtirib olamiz. Mana shu o'rgangan elementlarimiz orqali oddiy naqsh shakliga keltirib chizish. Mana marg'ula, oygul va bargdan tashkil topgan va hamda navdasiz gul bo'lmaydi. Endi mana shu chizilgan naqshlarimizdan foydalangan holda naqsh umumiy bitta naqsh chizish. Avval islomiysini chizib olamiz. Buni ichki tomonlarini gul bilan to'ldiramiz. Barg, oygul, marg'ula, barg, navda, kurtak, gajak holati. Mana bunday bo'sh joylarga gul qo'yamiz. Oygul. Bunga ham mana marg'ula chiziladi. Kurtak. Mana. Endi buni umumiylashtiramiz. Mana ko'rinib qolgan joyini yana qalamda chizib chiqamiz. Bu chizayotgan naqshimiz simmetrik naqsh deb o'ng tomoni bilan chap tarafini bir xil chizilgan naqsh
simmetrik naqsh deb ataladi. Mana bu simmetrik naqsh hisoblanadi. Elementlar asosida naqsh yaratish va shu naqshlar chizilma asosida bo'yoqqa tayyorlash holati. Bugungi ish jarayonimiz, dars soatlarimiz tugadi. Keyingi darsda endi shu chizilgan naqshlarni bo'yash usuliga o'tamiz. Bo'yash jarayoniga o'tamiz.